Tovarlar do'stlar, mana tovarlar. Mana yana tovarlar do'stlar, mana hammasi mana sotuvdagi asal chiroyli asl tovarlar. Hammasi mana juda chiroyli holatda turgan tovarlarimiz. Hammasi mana sotuvdagi. Endi mana hozir tashqariga ham chiqib ko'rsataman. Tashqari mana bu tarafgacha, tashqari bu tomon, bu tarafgacha, bu tarafgacha. Endi bat shoqirroq, endi ichkariga kiraman mana. Assalomu alaykum o'zbek xalqim, charchamayapsizlarmi? Men 26-ga Xitoyga chiqib ketaman. O'sha hisobda 26-gacha. Xo'p, sizda imkoniyat bor. Bugun ertaga aloqaga chiqing. Bilet olishimiz kerak. Bordikerliga. Artiga gasnitsalar olishimiz kerak. Hozir bizga 3 ta ayol bo'lib qoldi, bitta ayol kam. 2 ta erkak bo'lib qoldi, men bilan 3-chi, yana bitta erkak ishgan. O'shanga aloqaga chiqing. Zagren pasportingiz bo'lsa, meni Xitoyga oxiriga borishim. Shu oxiriga borishimda men sizlarga polniy qayerdan olaman, qana olaman, qaysi omborxonalardan olaman, qaysi bozorlarga tarqatadigan joydan olaman. Hammasini ko'rsataman. Billa olib kelasizlar. Bag'is sezon boshlanib qoldi. Endi men chiqib ketmasam, chiqib ketsam sistema to'xtaydi. Men endi bag'iga 1 oy muddatda nasiya savdoim bor, programmam bor, bilasizlar. Uni yurgizdiraman. O'zi tovarlar o'zi keladigan qilib qo'ydim. Telefon qilib batafsil ma'lumot olinglar, xudo xolasa ma'lumot beraman.